ko'zlarim sho'xligim. Afsus afsus sendagina qadringga men yetganman. Men bag'ringdan uchib ketaman yangi hayotga. Quvlashib o'tdi yillar, bog'landi qancha dillar. Nahot endi qayrilib ketsa bu yo'llar. Barma-bir o'tdi yillar, bog'landi qancha dillar. Nahot endi qayrilib ketsa bu yo'llar. Xayr endi maktabim, hech tark etkim yo'q. Sinfdoshlar yonidan sira ketkim yo'q. Unutmaymiz hech qachon ustozlar sizni, yodimizda saqlaymiz so'zlaringizni. Bolalikning damlari o'tdi senda baxtiyor. Endi qaytmas sho'xliklar bo'lmaydi takror. Bolalikning damlari o'tdi senda baxtiyor. Endi qaytmas sho'xliklar bo'lmaydi takror. Xayr endi maktabim, hech tark etkim yo'q. Sinfdoshlar yonidan sira ketkim yo'q. Unutmaymiz hech qachon ustozlar sizni, yodimizda saqlaymiz so'zlaringizni. Xorazm.net yulduzlar siz bilan birga. Yig'laydi ilk muhabbat, yuraklarga berkinib, bir-biriga termular, ko'zlar zor bo'lib. Yig'laydi ilk muhabbat, yuraklarga berkinib, bir-biriga termular, ko'zlar zor bo'lib. Ishonmayman hali ham dilda ming so'roq. Nahot endi chalinsa so'nggi qo'ng'iroq. Ishonmayman hali ham dilda ming so'roq. Nahot endi chalinsa so'nggi qo'ng'iroq. Xayr endi maktabim, hech tark etkim yo'q. Sinfdoshlar yonidan sira ketkim yo'q. Unutmaymiz hech qachon ustozlar sizni, yodimizda saqlaymiz so'zlaringizni. Xayr endi maktabim, hech tark etkim yo'q. Sinfdoshlar yonidan sira ketkim yo'q. Unutmaymiz hech qachon ustozlar sizni, yodimizda saqlaymiz so'zlaringizni.
bag'ringizga. Sizlarsiz chin do'stlarim qanday qongaman bu sog'inchga. Endi men hech istamayman, sendan ketmayman, so'zim qaytarib olaman maktab. Shoh bolaligim sen bilan birga, jon deb qaytardim bag'ringga maktab. Hech istamayman, sendan ketmayman, so'zim qaytarib olaman maktab. Shoh bolaligim sen bilan birga, jon deb qaytardim bag'ringga maktab. Birinchi bor senga qo'yganda qadam, bola edim hali sho'x judayam yosh. Mana o'tib ketdi yillar oradan, endi seni tark etaman ko'zda yosh. Xayr ustozlarim, xayr do'stlarim, xayr qo'ng'iroqning so'nggi ovozi. Sevimli daftarim, estaliklarim, boshlanar men uchun hayot parvozi. Xayr maktab yillarim, ustoz va murabbiylarim, yuragimda hayajon chorlamoqda hayot yo'llarim. Xayr maktab yillarim, seni qoldi sho'xliklarim, oh yod tilagim, oldinda ko'p orzularim. DJ Anonim. www.voy.uz So'nggi bor bu yo'laklaringdan yurib, yodga oldim o'tgan bir necha yilni. Biroz bo'lsa-da shu damlarga qaytib, his qildim men o'sha beg'uborlikni. Qalbimda hayajon, yurakda afsus, bu so'nggi qo'ng'iroq, so'nggi tanaffus. Unutmoq qiyindir, o'chmas xotira, seni tark etaman, oq yo'l tilar. Xayr maktab yillarim, ustoz va murabbiylarim, yuragimda hayajon chorlamoqda hayot yo'llarim. Xayr maktab yillarim, seni qoldi sho'xliklarim, oh yod tilagim, oldinda ko'p orzularim. Xayr maktab yillarim, xayr maktab yillarim. Qani vaqtni qaytarishga yetganda kuchiman, boshidan boshlasam yetardim man qadringga sani. Ming bor afsus, o'zgarmas hech narsa aslo. Endi chiqadi yuragim ovozi pasro. Qalbimda hayajon, bunday tuyg'u birinchi bor. Mani maktabim o'tmadi, sanda hayot bekor. Va'da beraman, o'rgatganing esimda qoladi, lekin senga qaytmasligim menga alam qiladi. Xayr maktab yillarim, ustoz va murabbiylarim, yuragimda hayajon chorlamoqda hayot yo'llarim. Xayr maktab yillarim, seni qoldi sho'xliklarim, oh yod tilagim, oldinda ko'p orzularim. So'nggi bor bu yo'laklaringdan yurib,
qalbimda hayajon, yurakda afsus. Bu so'nggi qo'ng'iroq, so'nggi tanaffus. Unutmoq qiyindir, o'chmas xotira. Seni tark etaman, oq yo'l tilar. Hay maktablarim, ustoz va murabbiylarim, yuragimda hayajon. Юбилейleriniz kutlu mübarek olsun. Ustozlar Mesir apa bizlerdi Elif'ini urgatibini başlangıç sınıftan ettiniz. Mana bugün 20 yıllık yubiley münasabati bilan kelib, ana shu do'stlar bilan, sinfdoshlar bilan yig'ilganimizdan bir-birimizni ko'rib, ana shunday 20 yilda ko'rib netganimizdan men o'zim ishni xursandman. Ustozlar maktab degan bu mo'tabar joy, maktab, madras, masjid deb o'zi aytadi, o'zi bu qadamjoy bo'ladi o'zi aslında. Men ustozlarning shu bizlar shunday bir darajaga yetib o'sib netganimning sababchilari Mesir opam mening birinchi. Ozgina hayajon qilib eshitdingizlar. Hayajon bo'ladi. Men juda xursandman. Sizdek ustozim bizlarni o'qitib, mana ilm etgan, alifbini o'rgatganingizda men juda xursandman. Minnatdorman sizdan. Sabitaga Ayollar bolansiz avval bilan matematikada ders bergan chiqarib. Shu darajaga yetdik. Rahmat. Sizlarga minnatdorman. Shuna buna men sinfdoshlarning atidan mana sovg'ani olib qo'yasiz. Ben alifini oradan keyin Sabitaga Rahmat. şu şaka. Özlerimiz dedi orasına taşlar. Özlerimiz dileklerimizi, isteklerimizi böyle damlalar ediyorlar. Bu nasıl? Ustozlar, eng avvalo sizlarga mehr bilan ilm bergan, sabaqlarni bizlarda ayamagan, mehrlarini ota-onamizga mehribonlik qilgan ustozlarimiz. Sizlarga katta rahmat, bizlarga shunchaki shu katta bo'lib mana hozir yo'llarimizni tanlashimizda sizlarning har bir gaplaringiz bizlarning har qulog'imizda. Shu narsalar bilan yo'llarimizni topib, Xudoga shukr hammamiz davom etib kelatirmiz. Rahmat sizlarga birinchi bor. Assalomu alaykum ustozlar. Bugun 20 yilligimiz ekan. Shu yigitlarimiz tashkil uyushtirganiga katta rahmat. Ustozlarimizdan ham katta rahmat so'raymiz. Serdar. Assalomu alaykum ustozlar. Ozgina vaqt davomida 20 yil o'tibdi. Sizlarni tabriklayman. Sabr sinf asoslardan tabriklaymiz. İlk klass bitirdik, sonunda bir klass qoldik bilan kelganlarimiz ozod bo'lamiz. Shu kelasi bir 20 yillik, 30 yillik, 40 yillarda safimiz kamaymasin. Ustozlar sizlar oilalarda o'sish bo'lsin. Otiqlardan va qadim ko'rgaysizlar bolalardan. Sinfdoshlar sizlarni yana bir bor tabriklayman. Hurmatli sinfdoshlar, mana bugun sabab bilan shu boshchiligimiz kim Jumag'alimi, kim boshchiligida? Shu sabab bilan yig'ilishgan ekanmiz. Avvalambor ustozlarga rahmat aytaman. Mazmunni aytib o'tdingizlar. Hayot yo'limizni topishda eng avvalambor shu ustozlarimizning hissasi katta. Men sarapa sizga uzoq umr tilayman. Bolalarimizning aqtiq cho'liqlarimizning doim shu 20 yillik, 30 yilliklarni, 40 yilliklarni nishollagan vaqtda sizni tabriklab kelish bizga nasib etsin. Hozir Sardor aytgan xatarimiz kamaymasin. Hozir ko'rib o'tiribman dedi, shuncha qarta bo'sh turib, yeksin o'qidik, lekin kamayib ketganmiz. Endi kelolmagan chiqarlar. Endi 30 yillik, 40 yilliklarda Xudoyim shu Xudo xolasa ko'payib ketgan. o'rtamiz to'shg'ay. Hammangizga ishlaringizda rivoj tilayman, oilaviy ishlaringizga muvaffaqiyat tilayman. Ustozlar sog' bo'lib, umringiz uzoq
Bundan faydalanıp hamma ustozlarimga rahmat aytmoqchiman. Ularning bergan saboqlaridan biri jamiyatda o'zimizni topib, hammamiz muvaffaqiyatli insonlar bo'lib kamol topmoqdamiz. Jumladan ustozim, meni 1-sinf ustozim Dilorom opani xavfsiga juda ko'p duolar qilaman. Keyin ustozim Qalandarov Ozod opam. Keyin sinf rahbarim Qur'on opalarga katta rahmatlar aytaman. Barchangizni 27 uchrashuvlarga tabriklayman. Assalomu alaykum sinfdoshlar, ustozlar. Bizga ta'lim berganingiz uchun sizga rahmat aytamiz. Bizlar bilan Mester opani birinchi qaldirg'ashlarimiz. Xudo xolasa, birinchi marta bizlarni o'qitdi Mester opam. Katta rahmat aytaman. Aniq sinfimizning ustozi Dilorom opam joylari jannatdan bo'lsin. Umrlari uzoq bo'lsin, qabrlarini. Kelolmay qoldi Qur'on opam ustozimiz sababli vazifat ko'ramiz Xudo xolasa. Hammangizga rahmat aytaman. Xudoning o'zi birchiligimiz buzilmasin. Tez-tez yengilish o'rganamiz bundan keyin. Hurmat etib kelgan ekasizlar, hammaga rahmat. Mana bizlarni 20 yil bo'lib qolibdi bitirganimizda. Avvalambor ustozlarimizning hissasi katta. Bizamiz shu darajaga yetganimizda hammangizga rahmat aytamiz. Oilamizga salomatlik tilaymiz. Hammangizga kelganingizga rahmat. Avvalambor shu dunyo imoratlari ichida eng ulug'i bo'lgan shu muqaddas dargohga kelganlarimizga qadamlarimizga gul bitsin. Bu bir muqaddas dargoh. Sizlarni o'qitgan o'qituvchilarimiz, ustozlarimiz, mening ham o'qitgan ustozlarim. Mana sinf rahbarimiz Qur'on opam toza bitirib kelgan vaqtlarda bizlarga matematikadan o'qitgan. Şu vaqtlar hali Serdar tug'ilmagan chiqib, biz 86da bitirdik. Ranaxon bilan Gulkan bilan Ranaxon bor edi. Ekzamen olib turgan vaqtlarida bir vaqtlar Yujan opam Ranaxonni ko'tarib olib kelib turibdi edi. Kun bilan ekzamen oladi ikisida. Shu vaqtlarda toza bitirgan vaqtlarida bizlarni bor bilimini qiziqtirib, matematikaga qiziqtirib o'qitgan ustozimiz shu. Bundan başqa qancha ustozlarimiz var, ko'pchiligi nafaqada hozir nafaqat geçtiğini surib o'tiribdilar. Shu ustozlarimiz hammasi o'z fanining professorlari deb men tan olaman bular. Haqiqatan ham shunday, hozirgi professorlardan ham o'zining fanini zo'r biladigan kuchli, ular birinchi odamni 9 farzandidan boshqacha bir mehr bilan qaraydi-ku. Sizlar shunday farzandisizlar bularning. Bir nafaqaga chiqdi, 4-sinfni bitirtirib turib chiqdi. Qarang qanday baxtli deb. 20 yillik bilan ilmlarni buyuk uchrashib turibdi. 4-sinfni buyuk kuzatib qo'ydi, 25da. Shunday baxtli ustozlarimizdan biri bu ustozimiz. Endi bu kunlarimiz hammangiz ota-ona bo'ldinglar, hammangiz bir kasbli, hunarli bo'ldinglar. Buni qarab o'tiribman, buni Sardarbek bizning maktabimizning homiysi desam ham bo'ladi. Qancha maktabga kitob deb bo'lsa, Qur'on opam keladi-da, bunani Sardarga olib beradi deydi, bir 500 ming so'mlik yo 800 ming so'm kitob olib berib ketadi. Bundan qolgan. Xabar bo'lmasa bilib qo'yinglar. Endi buni xayr etsang uni ayt degan joyi yo'q. Bu aytmaydi, lekin biz shuni kitob fondimizni boyitib boratirmiz. Misol uchun, o'tgan yili o'qituvchilar xonasini ota-onalar majlisi bo'ldi. Ko'rib ketdilar, mana nelarimiz boshqacha bo'lib turibdi, bir toza niyat bering deb tag'ib to'shab berdi. Mana Qur'onboy. Qur'on opam ketdi, shu dedi, shu maktabda o'qidi mening bolalarim dedi, hammasi ishlab yuribdi, homiylik qilsa yarashadi dedi. U o'zi aytish shart emas, uni qabul qilib aytgan odam aytsa yarashadi. U o'zi bilmaysligi ham mumkin, shuni aytman deb aytib ham qo'yibdi o'zlarida. Ko'p odam aytadi shuni, lekin kim berganini aytish shart emas deydi. Xayr etsang buna qo'ling berganini buna qo'ling bilmasin deydi-ku. O'ng qo'ling bergan chap qo'ling bilmasin deydi. Ko'rib faxrlanib o'tiribman, hammangiz orangizda mana Xurshida ishlab yuribdi, mana 4-maktabda.
Ali ma'lumotlarimiz ham ko'p ekan. Mana İlyas Bey'e misal için Facebook'tan bitirgen. Şahlasa sen medsestra miydin yani? Yani bahçede terbiyeci, misalga her biriniz hayatta, cemiyette o'zingizning o'rningizni topgan yigit qizlarsizlar. Hammangız Xudoga shukr, ota-onangizga, ustozlaringizga har doim rahmat keltirib yurgan insonlarsizlar. Umuman bu ikkinchi maktab bir Allah'ın nazari tushgan, Xizr nazari tushgan maktab deb aytamiz-ku, haqiqatan ham shunday. Yomon odam chiqqan yo'q bu yerda. Voy, bundan keyin ham chiqmasin. Men shu tarafdaman. O'quvchilarim, ilk qaldaqashlarim. Eng mana uchrashib ketdilar. 20 yillik bilan tabriklayman. Xudoyim bir nechtasini ko'rish nasib qilsin. Safimiz buzilmasin, og'irchiligimiz ketmasin hammangizga. Xudoyim hammangiz sog' salomat. Endi sizlar ham bolalaringiz uchun muallimsizlar, har biringiz oilangizda. Xudoyim shu qo'shqanlaringiz bilan qo'sha qaringlar. Xudoyim 26-yil eng yaxshi yil bo'lib kelsin hammangiz. Daromadli yil bo'lsin. Oilalaringizga tinchlik, xotirjamlik tilayman. Endi shu Bular ampam bilan bir nechta sinf chiqarganmiz. Shu o'qituvchingiz uchun 1 minut bir suhbat qilsanlar. Chiqarganimizda parallel bu. Mana hozir Maqsuda aytganday hammangiz bir yaxshi kimdir tadbirkor, kimdir o'qituvchi, kimdir har biriniz shunday kasbni egalladingiz. Xudoyim hammangiz sog' salomat bo'lgaysizlar. Hech qachon hayot yo'llarida qaqilmag'aysizlar. Xudoyim yaxshi kunlarda uchrashish nasib qilsin hammangizga, hammamizga-da. Xudoyim mehrli ko'zlaringizdan yoshlar oqmasin, baxtdan yuraklaringiz shodon kuylab tursin. Hech qachon hayot yo'llarida yo'llaringiz ravon bo'lsin. Sizlar bir o'qishayimizni, bu o'qigan yerimizni bir eslab ketdik, ustozlarni eslab ketdik deb kelibsizlar. Katta rahmat sizlarga. Endi vaqtingizni ko'p olib o'tirmayman. Hammangizga omad, yangi yillarimiz bilan yangi omadlar, baxt tilayman. Xudoyim baxtli bo'lgaysizlar, qo'shganingiz bilan qo'sha qaragaysizlar. Shu nima deymiz? Hayotda alg'at qadam tashlab yuravergaysizlar, Xudoyim. Sizlarni ko'rib biz ham quvonib yuraveramiz. Mana ustozlarimizga ham rahmat. Katta rahmat sizlarga. Mesarafa Sevdaba yaxshi fikrlar, tilaklar bildirdi. Men ham shu tilaklarni qo'shaman, tabriklayman. Kelgusidagi ishlaringizda, hayotingizda hammasida yaxshi niyatlar tilayman. Qaysidir bir yil bir attestatsiyada testga tayyorlansam, maktab so'zining ma'nosi quvonch uyi deyilgan ekan. Testda tushdi shu savol. Men jismoniy tarbiyada Zamlo ustasini. O sizga palov. Rahmat aytdim. Maktab so'zi aldilar men o'zim ham sal yoshroq vaqtda nima ma'noni bildiradi ekan deb yuradi. Kelib turib birinchi marta Maqsud opaga aytdim. Quvonch uyi degan ma'noni bildiradi ekan. Quvonch uyimizga mana xush kelibsizlar, tabriklaymiz. Shu maktabni bitirganingizga 20 yil bo'libdi. 100 yilliklar bersam nasib qilsin deb aytaman. Dedim, sog'lik, salomatlikda, o'zi bichimimizda uchrashib yuravergaysiz. Balaga aylandılar azı kelgende. Quvonch. Biz mazmuna degan yuradi qo'yim ben. Shunday qilib Klara opam hamma yaxshi ko'radi deydi bizga o'qigan vaqtda. Chapak chalvoradi deydilar. Bizlarda o'qitiydi u da. Yuragidagi nelarni bildirdi, tabriklarni. Bizlar eng avvalambor bizlar o'zi minnatdor bo'lishimiz kerak. O'qituvchilardan, ustozlardan. Bizlar ana shu qadam joyda, ana shu maktab shu yerda o'qib o'sganimizdan, mana bugungi yutuqlarimizdan, ana shunday bizlarning ustozlarimiz borligidan biz faxrlanamiz. Rahmat sizlarga. Masalan, maktab ikkinchi uy bu. Muallim hech qachon yomon bu demaydi. Hozir men
balama aytaman da, bu kadar sefer balamada. Hiç kaçan ustazların rayını kaytarma. Aytkan niyet, yaxşı bu, sana sebebi yaman bol deb aytmaydi. Eng birinchi navbatda bu o'zingga kerak. Ondan keyin aytib turgan muallimga kerak, 3-maktabga kerak. Shuning uchun bu narsaning hammasini cho'rib jipslashtirib, tushunishib, mana shu yaxshi o'qisa, yaxshi yutuqlarga erishasan. Bizlarga ham aytdi. Bu vaqtida Mesaraf ham bizlar boshlang'ich yaxshi o'qinglar, yaxshi o'qsanglar, shunday nelarga erishasizlar. Odan keyin qolaversa, mana Qur'on ayapamiz, masalan, Qur'on apamiz. Do'stimizning onasi bizlarda ana shu Mesarafamiz talchoq bo'lgan bo'lsa, bizlarda olib ketdi aniyag'inda. Shunday o'g'itlarni, shunday nasihatlarni beradi o'ylaydi. Bugun hamma hayotda o'z o'rnini topib ketdi deb o'ylayman menda. Shuning uchun bizlardan katta sizlarga rahmat. Bizlar juda minnatdormiz, xursandmiz. Bugun tem bo'lib 20 yillik yubiley munosabati bilan kelib o'tiribmiz. Bitirganimizga biz juda mamnunmiz, juda xursandmiz. Sizlardan hammangizni ko'rganimdan xursandman. Bularning bizning ichimizda bir-ikki bolalar bor edi, Jo'rabeyev, Xudoyor degan o'tib ketdi teorik micharalar. Shuning uchun bir minut sukut saqlab gapirsak, shularni eslab olsak. Yaxshi, rahmat do'stlar. Rahmat, rahmat sizga, Sabitaga rahmat, Qur'onboyga rahmat. Biz sizlardan juda minnatdormiz. Sağ olun. Mana bugun hammaning ko'zida yosh, ajralishar bir-biridan sinfdosh. Maktab binosi ham turar xomush, bu ko'z yoshlarga berolmay bardosh. Ey sinfdosh, unutma do'stlaringni, eslab yuraylik maktab chog'larni. Ey sinfdosh, unutma do'stlaringni, eslab yuraylik maktab chog'larni. Hadi maydigir bayır bop kaldı mı? Aynen. Tebriklerimiz usta. Her vakit bir kocaman ne olur? Ustazım, yengem ustazım dedim. Yıllarca yakışıklı vardınızlar. Kim? Bana kavuşun maksuda. Yakşı, Kepe var, yerden etmek bende. Ya, güzeler yok. Hatta şu yolumuz yakşı.
Ondan sonra bana yaxshi o'tiribsizlarmi? Qalaysiz? Endi bu yerga keyin ustoz bu yerda o'tirmaydilar. Ustodan film Dasturxonni kattaroq. Aylandılar mektepte iki yaş balalar. Gitkilerin nereye gitti? Az eslet verin, yadından çıkacak mı? Şunun için hemmesi burnunu tavuk ettiler. Şu ağam terbiyeler, yirgen terbiyelerimizi alıp hemmesi burnunu Her tavuk sınıf ettiler. saatini aytayım kızlarım. O'rgani kızlarım diye. Ayttılar. Ballarıma da shunday o'qing ballar. Meni gaki xatochiliklari bor-da bular. Endi 30 yillikda Xudo xolasa boshqa qilib o'qinglar. Xudo yetkaymiz. Ben görmedim sizi. Vallahi onu göremem bu. Sağ bulsalar, nerede bulsalar hem de sizin kızlarınız, sizin babanız. İşte ilk puanı bu tarafa Serdar'dan işleme. Sorayım ben pelence kandi tülence. Bir Fatma birinde bular. Vallahi bana 20 yıllıkta uçuraş otarkan ekansiz Xudoyim şu. Berdavam olsun. 30, 40, 50, 60, 70, 100 yıllardan uçuraşıp yürgeysiz. Şunlardan kaçı birlerindedir? Benim katnaşıp yürgeyimden Xudoyim. Sağ salamat yürgeysiz mene. Hemmeniz aileyle buldunuz, aileleriniz tinç olsun, ballarınız sağ salamat yürüsün. Özleriniz hem sağ salamat yürgeysizler. Koşkallarınız bilen koşakarın. Hemişe şu kuvanışıp, yaxşı günlerde yürüyüş, sağlık, salamatlık günlerde yürüyüş nasip etkey. Birbirimizni hemişe şunda eslep duruş. Sizlerden hemişe esleymen, özüm aytaman, oturup akşamdan beri esleymen. Her bir göz aldımdan öterim var. Yaşlık vaxtda ya 5. klasdan başlap okuttum bu bular. Sen bir ahbar oldum. Hemmesinin nesi göz aldım. Daim sağ yürgeyiz, salamat boğaysız. Buna Masuda singlimem, kızımam. Mesut kızımam, oxutqanman, bulardan oxutqanman. Bulardan Xudoyim sağ salamat yürge. Aileleri bilen tinç boğaylar. Qoşa qarıqaylar Xudoyim mana aqtiq, çoğuluq, yavluqlar görüp otur Xudoyim. İzleri berdavam bolup hemişe yaxşı günlerde uçuraş hemmemizge nasip etkey vallahi. Sağ Aytdım sen, ustazınız, benim hem ustazım deyip maqtardım bularga. En başta bilimini bize bergen. Taza bitip kelgen vaqtda dedi. Maktab yillar o'tdi birim ketim. Kimdir yoriga izhor qildi sevgisi. Mayli ularga Xudoyim bersin baxtim. Ular doimo birga bo'lishsin. Ey sinfdosh, unutma do'stlaringni. Eslab yuraylik maktab chog'larini. Ey sinfdosh, unutma do'stlaringni. Eslab yuraylik maktab chog'larini.
Qolalar yaxshi keldingizmi? Rahmat. Qolalarni to'st qo'ydik. Qolalarni to'st. Sizlar qutum murak bo'lursin. Mana qo'shqanlaringizni qo'sha qalinglar. Elimizde tinchlik bo'lsin, suvimiz bol bo'lsin. Mana bu yil mahallani rivojlantirish, jamiyatni yuksaltirish yili ekan. Shu yerda sizlarning katta hissalaringiz qo'shilib, elimiz yurtimiz rivojlanaversin. Hamma vaqt og'izchilikda, to'zangizda, yaxshi kunlaringizda shunday zo'r bayramlarda tabriklashib, qutlashib, yurib nasib etaversin. Sizlaringizdan bir rivoj tilaymiz. Hamma oldinizda ko'k chiroqlar yonib, ishlaringiz rivojlanib borsin. Elimiz yurtimizda o'zbeklarimiz bundan ham yuqori bo'laversin. Sog' salomat tabriklayman. Mana shuningizlar bilan, yubileylariniz bilan. Yılda şerif çıkarasınlar. Yılda şerif çıkarasınlar. Şu an hayranımızda biliyorum, tanıyorum, baktı onunla. Yine 40 yıllık, 60 yıllık ürünlerden kalıp şarkımızı tutulup dinleyip oturabiliyoruz. Artık çoğunluk yoğunluk görüyoruz. Yaşamasın diyoruz. Oğlanımız gördüm. Ben kızımızın bahtına koyuyorum. Bahtını koyuyorum. Bahtınıza atamayınız son olsun. Çünkü olan Barganın payı söylüyor. Allah bunda yok etti. Hiç payası yok. Payası yok. Atenizin para. O zaman demek. Söylese Ben de unuttum. Burada Toşnukta o. Ya elhamdülillah berdavam olsun. 30, 40, 50, 60 yıllık evliliklerde de bundan ham zor bu. Ozbekçilikte o'tirib eslab ozbekçilikni ko'rsatmasin. Şu yılın başlangıçında shunday bir chiroyli ne bilan boshlayaptirsizlar. Yil bo'yi boshimiz to'ydan chiqmasin Xudoyim. Uylarimizda, oilalarimizda tinchlik, xotirjamlik bo'lsin, ishlarimizda omad bo'lsin. Zekaramizga baraka bersin Alloh taolo. Hamma vaqt shu oilalarimizda tinchlik, xotirjamlik bo'lib, to'ylarda uchrash nasib etaversin. Omadlarimizga. Gideyim doğru başladı. Makine kapıydı. Beş muhtakil. Yok. Buram çıkarap. İnsan sonra o evvel bırak. soymanlık bir tane. Hala nasıl yapsılar.
bardavom bo'lsin. Og'zi burchimiz ketmasin. Sog'lik, salomatlikda, yaxshi kunlarda, to'ylarda uchrasha o'rgaymiz hammamiz. Lekin niyatlarimiz bo'lsa yetib o'rgaysizlar. Endigi mana shunday o'ldirishmalarimizda kelolmay qolganlarimiz, sinfdoshlarimiz ham kelgay, safardagilar ham hammasi. Hammangizga tinchlik, xotirjamlik, sog'lik, salomatlik tilayman. Rahmat ustoz. Dunyo turgan to'g'ri bizga alifni o'rgatdingiz. Bizga alifni o'rgatdingiz. Avvalambor men tabriklayman. Aziz ustozlar, sinfdoshlar, shu 20 yilimiz bilan o'rtoq akamiz hammaga omad tilayman. 40 yillik, 60 yillik yurtlardan yurib o'tirish nasib etsin bizlarga. Ustozlarimizga oilaviy tashviq tilayman. Ishlarga omad tilayman. Sizlarga ham sinfdoshlar, shu o'tirishmalarimiz ko'p bo'lsin. Yangi yil bilan hamma tabriklayman. Rahmat. Söz bayramını tekrar bırakın. Hamma sinfdoshlarga baxt tilayman. Shunday o'qishmalarimiz ko'p bo'lsin, og'zaki buzilmasin. Hammaga shuna omad tilayman. Baxtli bo'linglar. Hammamiz ustozlarimizga da rahmat. Uyushtirgan yigitlarimizga da rahmat. 20 yillik emas, 30 yillik, 50 yillik, 60 yilliklardan o'tirish hammamizga nasib etsin. Sog'lik, salomatlikda ko'rishgaymiz. Hammangizga rahmat. Sana rahmat. Yakından üçten aytavыңlar sizlar. Yani yok kalmaz. Ballar, qizlar, shu 20 yillik bahonasida uchrashgan ekanmiz. Xudoyim shu 30 yilliklarimizdan bo'lsin, 40 yilliklarimizdan bo'lsin. Hamisha shu o'tirishimiz davomiy bo'lsin. Hammangizga oilangizda baxt tilayman, ishlaringizda rivoj tilayman. Oilangiz baxtini sog' salomat yurgaysizlar. Ey rahmat. İkiden de rapor olsun. Ben de mali yaptım rapor olsun. İkiden. Birden vakit başlar bu mideli avukat görür. Yani avukat görür. Yaxshi ne tashat bilan buni raporozun tozini biza ne telestaklarni biza ko'tarib boramiz xudo xolasa.
Yazdım ağaçlar düğmelerini, erkeler kızıcı sevenlerini. Yar gelen o zini yol bilen, kısmetinde çoğu bilen kul bilen. Yar gelen o zini yol bilen, kısmetinde çoğu bilen kul bilen. Ağza yanık tim asan gülüne, ağza yanık tim asan gülüne. Yazdı ağaçlar düğmelerini, erkeler kızıcı sevenlerini. Azam bilen çıktım aynanı görmeye. Adam bilen çıktın değil mi? Dumanı vaksana tırgel Mest eyledi, sermest eyledi Menin yüreğimge işkini ceyledi Vay mest eyledi, sermest eyledi Menin yüreğimge işkini ceyledi Sesin tenki yok Intizaravatim yok Mağluma yürüyüşende Vayda öyle dinleyince Mest eyledi, sermest eyledi Menin yüreğimge aşkı ceyledi Vay mest eyledi, sermest eyledi Menin yüreğimge aşkı ceyledi Kızıl cennetlerden vaydat salın sıfır Yanakların kıpkızıl, dudakların kıpkızıl Cennetlerden vaydat salın sıfır Mest eyledi, sermest eyledi Menin yüreğimge aşkı ceyledi Vay mest eyledi, sermest eyledi Menin yüreğimge aşkı ceyledi Zülfü hayallerden Saçlar pemberdur şemallerden İki yüzü kızarken Güzel gelden Yürekine mezaflerden Min buyda Meysene kaçırdım Ani buyda Çiçerse oynatmasıdır Min buyda Gözlerim çakınaydım Kabat buyda Min getirmedin cevap Yüreğimin devasiye Başım gel bana sen için uyarma Sındırdın yerine Buyda Neyse kaçırdım Ani buyda Çiçerse oynatmasıdır ne buyda Gözlerim çakınaydım kabat buyda Min getirmedin cevap Yüreğimin devasiye Gözlerim tavsiye Biz kezgen adırlar Güller bağ buldu Almadan bana doları
Shunday zamonlar o'tib ketdi-da, bolalik ko'zlardan ketdi yo'qki, sog'inchi ovora otib ketdi-da, olmadi yana ham kun o'tgan sayin. Shunday zamonlar o'tib ketdi-da, keling bugun bir yig'ilib o'ynaylik, bir o'sha damlarni eslaylik. Do'stlarim, sinfdoshlarim, yoshlikka bir borib kelaylik. Keling bugun bir yig'ilib o'ynaylik, bir o'sha damlarni eslaylik. Do'stlarim, sinfdoshlarim, yoshlikka bir borib kelaylik. Şahsen, ben sizin цветы. Дарите женщинам цветы. Gül alacak, salça salacak, kıyıma varacak. Şu günler дарите женщинам цветы, без повода и без причины. Ведь многого не надо, чтобы быть счастливым. Дарите женщинам цветы, без повода и без причины. Ведь многого не надо, чтобы быть счастливой. Я подарю вам ландыши, ландыши от души. Я подарю вам лилии, желтые, красные, синие. Я
дорожке. Я подарю вам все цветы, навсегда в сердце ты. Дарите женщинам цветы без повода и без причины. Ведь многого не надо, чтобы быть счастливой. Дарите женщинам цветы без повода и без причины. Ведь многого не надо, чтобы быть счастливой. Я подарю тебе розы, розы и мимозы. Я подарю тюльпаны, милые дамы. Я подарю тебе пионы, пионы. Не, сейчас я с нового врачка. Моя пара выражена. Я сам пою. Давай. Конечно. Вот смотри. Цветом черные глаза. Откуда ты мне сумели черные глаза? Цветом черные глаза, осень повеленул цветом черные глаза. Откуда во меня с собою черные глаза? Темненький глаз, черные глаза, черные глаза. Вспоминаю умираю, черные глаза. Я только тебя люблю, черные глаза. Вспоминаю умираю, черные глаза. Черные глаза, черные глаза, черные глаза. Вспоминаю, умираю, черные глаза. Я только тебе мечтаю, черные глаза. Самые прекрасные черные глаза, черные глаза, черные глаза. Черные глаза, вспоминаю, умираю,
Ne? Aytgan qo'shiqlarni qo'yib beradi. Hech qanday tortinib o'tirmanglar. Bayram sizlardiki. Yaqinlashdi. Tamam. Men bilmayman. Ben sana yok 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 demeyeyim. Aşkla biraz göremen oynar, göremen oynar. Ben sana yok 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 demeyeyim.
Ayazlı tüllerde kutsal dolmayman, karanlık tüllerde köşende boylayman. Sana jetsem buldu, sardım sol jolda yarım buldu, yarım buldu. Ayazlı tünlerde küssek dolmaysan, karanlık tünlerde köşende sen olsan. Sana jetsem buldu, sardım şu yolda yarım buldu, yarım buldu. Geliyorum, oynanan seviyorum, senin başka işin yok, kolumda geliyorum. Geliyorum, oylardan ben yarım, benden başka hiç kim yok, kaderimli bir yarım. Qani bana qarab aytaverasiz. Rıs. Bir. İki. Был, братишка, законный, чёт, ки. Сардar. Sardar, maqra, ya, aytib do'stlarda qo'llab-quvvatlaymiz jo'ra. Buni yerda ajoyib ustozlarda qalaversa jo'ralar, ana qizlardan aytgan do'stlarda qo'llab-quvvatlaymiz. Men ham shu yangi aytganimday, mana 20 yillik yubileyimiz bugun. Maktabda qanchalik dilaklar bo'ldi. Hammasini qo'llab-quvvatlagan holda, bo'ldi. Hammasini qo'llab-quvvatlagan holda men bir o'zim bir lishni mening ham tilagimni dilsqarim bildirajaqman. Sinfdoshlar, do'stlar, mana bugun bir 20 yillik yubiley munosabati bilan yig'ilyapmiz. Ustozlar ketib qoldi. Mayli, xo'p, hech qanday yo'q. Sog' bo'lsinlar, xudoyim. O'zi aslında ustozni tabriklab, shu ustozning bir minnetlari, harakatlari bugun o'ynab o'sib o'tiribmiz. Hamma o'ynab o'sib o'tiribdi, sinfdosh qizlar. Hammamiz o'ynab o'sib o'tiribmiz. Mana o'g'il farzand, qiz farzand, birov ota, birov ena o'tiribsizlar mana. Shuning uchun bir aytarim bor. Alloh taolam hammaning omadini bersin, Xudoyim, umr kunini ko'p bo'lsin, Xudoyim. Buna yubileyden yubileyge getiriyorlar Xudoyim. Mesela indiki safar 25 yıllıklar, 30 yıllıklar, 35 yıllıklar, 40 yıllıklar. Şuna kadar şu 60-70 yıllıklardan birga sizler bilen hem nefes bo'lgan shunday bir chiroyli bir zavedeniyaning içinde o'tirganmiz Xudoyim. Men hammaning ishlaringga rivoj, yana yaqinda kelgan, mana kirib kelgan 26-yil, mana at yil ekan Xudoyim. Bir oyoq yuzi yarashqa Xudoyim. O'zi at yaxshi narsa-da. Yaxshi yili bo'ladi deydi Alloh. Shu oyoq yuzi yarashib, hammaning uyina baxtini topib kelsin. Kamida Xudoyim shu bir quvonib, o'g'il farzandli bo'lib, qiz farzandli bo'lib, ukadanmi, o'zlaringizdanmi, yaqin qavm qarindoshlarmi, kam deganda bir to'y, bir mashin yetirib o'ynashsa Xudoyim. Hozir shu varaman, yaxshimi? Sizin başkanınız bir meyve tebrikler. Daim bundan 30 yıllık, 40 yıllık bizi devam ediyorlar. Hem de ki arzularımız 26'da işe örgey. Farklı bunlar, yigitler rahmet sizlerge. Bize şunca kuvandırdılar. Rahmet, sizlerge rahmet. Acayip dil istekler oldu. Koy. Fazilet, sen söylemezsen bu. Ben özüm bildirip koydum ben. Şimdi uchrashtirib tez-tez. Ailalariga tinchlik tilayman. Rahmatimni. Tez bo'lsa bo'ldi, tamam bo'ldi, batdi deyman. Yaxshi, sog' bo'l. Rahmat, tava, batdi, jo'ra, yaxshi. Sardar ustuna quyib yuborasiz mana, ya'ni.
Dur. Malika, ikkinchi o'yinmi? Ha, yaxshi. Ichinglar. Ovqatlaninglar qizlar. Sizlar. Qanada qolsa. İlyas Hammaziya. Hey, Cumaqali. İlyas açıversin. Kızlar, ballar. İlyas Sizlarga 20 yillik munosabatimizdan yig'ilib o'tiribmiz. Hammangizga tabriklayman. Quvonchli kunda. Bizi bundan ham ko'p bo'lsa, keyingi ziyoratlardan 20 yillik deb yig'ilgan bo'lsa, 30 yil emas, bu arada to'y, shunday yaxshi kunlardan to'lib tashib o'tiraverib, hammangizni mana 2026-yil kirib kelgan tabriklayman shu yil bilan. Yaxshi, omadli yil bo'lsin. Shuning uchun 50 gram ichaverasizlar endi. Hammangiz sog' bo'linglar. Bundan sonra şunu boşaltıp uzatmayalım. Gözlerdi. Oğlum ya mani var kardeşler. Oğlum diyeceğim bana var. Eminim şimdi kan aldı. Barbarlar bilan keskinlashtirdik. Sapa bo'lmaslar. Ya, bir telefonla bir bu bana kavramı olsun, kavramı balasındaydı. İşkin denen ara bilemem. Yok, aytamaz bu baladan sındırıverem aytmadı bu balanı. Yer yersine söyleme. Ördek. Sevgi. İşkin denen ara bilemem. İşkinden bana bulmam. Devleşer otursan de tevhid donlara хочу я быть всегда с тобою рядом дыханием сердца твоего. Я не думал, да и не гадал, легко влюбился, сам не ожидал. Но явилась снегом жаркий день, с тех пор я словно ее тень. Но вот беда, характер непростой, день ото дня каприза очередной. Ой-ой, никак я не могу ее понять. Мне так и хочется сказать, девочка, стоп, не надо, не надо.
Vakit bittik korkatana yalanır. Если пусто в кармане твоем, все пройдет. Nasıl özlemem bu? Hoppa! Даже если больно бьет, все пройдет. Hoppa! Gül alacak, salça salacak, düğüne varacak. Şu gitarist kalbinizden gülümü alacak. Gül alacak, salça salacak, düğüne varacak. Şu gitarist kalbinizden gülümü alacak. Ben sana yıkıyorum demine. Göremen oylar, göremen oylar. Ben sana yok demine. Aşkla bırak. Göremen oylar, göremen oylar. Pul tapacak, maşin alacak, keyif çay salacak. Şu gitarist Saçlarını silesem tabibim, bağrımda bir bossana tabibim. Erken atıp değsene tabibim, seni de sana bağlamam. Gırlaşa bulasam, tergülüm. Mast eyledi, sarmast eyledi. Mening yuraginimga ishqni joyladi. Voy mast eyledi, sarmast eyledi. Mening yuraginimga ishqni joyladi. Çırayda sen tenki yok, endi halavetim yok. Nonuma yurishenda, vaydat ko'ylagingni yengi yok. Mast eyledi, sarmast eyledi. Mening yuraginimga ishqni joyladi. Voy mast
eyledi, sarmast eyledi. Mening yuraginamga ushni joyladi. Yanaqlaring qip-qizil, dudaqlaring qip-qizil, jinni qilasan vaydat salisaf qilib sizil. Yanaqlaring qip-qizil, dudaqlaring qip-qizil, jinni qilasan vaydat salisaf qilib sizil. Mast ayladi, sarmast ayladi, mening yuraginamga ishqni joyladi. Voy mast ayladi, sarmast ayladi, mening yuraginamga ishqni joyladi. Yalan bu sözler yalanda, canana kızsam canana, yürekte otlar salanda, yegana kızsam yegana. Yalan bu sözler yalanda, canana kızsam canana, yürekte otlar salanda. Aslında kuşlar uçadı, canım boynumdan tutadı, yanımda ayday vurmadı. Yürekte mehrim saçadı, asmanda kuşlar uçadı, yanım boynumdan tutadı, yanımda ayday vurmadı. Yürekte mehrim saçadı. Dil kubara, Paraladı dilleri yere yere, gulli kara, yazdım bana şara şara. dili bara, dili bara, Paraladı dilleri yere yere, gulli kara, yazdım bana şara şara. asmanda kuşlar uçadı, yanım boynumdan tutadı, yanımda ayday vurmadı, yürekte mehrim saçadı. Asmanda kuşlar uçadı, yanım boynumdan tutadı, yanımda ayday vurmadı, yürekte mehrim saçadı. Ya maşinama bakayım hoş koyuyorum. Yüzünde ay var, güzel çıray var, aşkında mende halı vay var. Lafımda bal var, gözümde hal var, yanıma gelme ağam var. Yüzümde ay var, çeksiz çıray var, yüreğinde nece kızacay var. Ey kara gözüm, kara gözüm, yok demegen senin baktıkına gözüm olsun. Hav kara gözüm, kara gözüm, hamadanım senin canım seviyorsun olsun. Hey kara gözüm, kara gözüm, beni biçmeyim de bana yaşın özüm özüm. Oh kara gözüm, kara gözüm, vah sensiz uçamam özüm özüm özüm. Lendiğine uzun aynamayım, saçlarına yana baylamayım. Yanıma gelsen, suyganım bilsen, canımın uzun aynamayım. Yaşın bana aldı çuvalı.
Kara kara gözüm Yok demeyin seni belki güne yüzüm olsun Hav kara gözüm Kara kara gözüm Kamadanım seni canım sever yüzüm olsun Hey kara gözüm, kara kara gözüm Beni dinçmeyip de bana yaşın özüm özüm Oh kara gözüm, kara kara gözüm Vah sensiz bakşıman özüm 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 Sozoda Senga çakıp kalıpman Camamda kellen gidip kalıpsan Ey kara gözüm Kara kara gözüm Yok demeyin seni belki güne yüzüm olsun Hav kara gözüm Kara kara gözüm Kamadanım seni canım sever yüzüm olsun Hey kara gözüm, kara kara gözüm Beni dinçmeyin de bana yaşın özüm özüm Oh kara gözüm, kara kara gözüm Vah sensiz bakşıman özüm 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 Şeyde buldum gözlerinin karasıya Uzun o sek saçlarının dolasıya Buldu indi nazlarının boyunları Rahmin kelsin bir anamın burasıya Şeyda buldun gözlerimle karasına Özün yüksek saçlarımla tanasına Buldu indi nazlarımla koydum ahır Rahmim geldi bir ananın babasına Kuzu yüreğimi yaraladı Saçlarını maskarlar karaladı Unga aşık umurdusum orasıdan Ahır meni bir uzun saraladı Kara gözüm yüreğimi yaraladı Saçlarımın maskarla karaladı Unga aşık olmuş kızlar arasında Ahır beni bir özüme saraladı Yana yana Suydan bakır Yandım bakır, saldım bakır Yollarında öldüm bakır Ben aşkında, hey ben aşkında Yana gele, suydan bakır Kara kuzu yüreğimi yaraladı Saçlarını maskarlar karaladı Unga aşık umurdusum orasıdan Ahır meni bir uzun saraladı Kara gözüm yüreğimi yaraladı Saçlarımın maskarla karaladı Yine aşık olmuş kızlar arasında Ahır beni bir özüme saraladı
kaşlarım Aman olsun yaşlarım Akarmasın saçlarım Yüzge görsün yaşlarım Yüzge görsün yaşlarım Benim sınıf kaşlarım Benim sınıf kaşlarım Benim sınıf kaşlarım Benim sınıf kaşlarım Sınıf kaşlarım Benim dostlarım Hamisha birga Sinfdoshlarım Sevgilerim yaşkacha Sevmedik şu vakkacha Sınıftaşlar başkacha Sınıftaşlar başkacha Benim sınıftaşlarım Benim sınıftaşlarım Benim sınıftaşlarım Benim sınıftaşlarım Ağız kalemle aldım Şiir yazıp kuyga saldım Sizlerini eski aldım Mektepte eski aldım Benim sınıftaşlarım Benim sınıftaşlarım Benim sınıftaşlarım Benim sınıftaşlarım Sınıftaşlarım Arkadaşlarım Bir dostum var eslatadi bolalikni Bir dostum var o'rgatadi donolikni Ko'rishganda o'tgan kunni gaplar
geçmez bu günler. Sazımı aldım dostlara çaldım bu tünler. Allah bergen ganimet bu zamanlar. Kadrını bilsen bu günler.